Xo'p, akalar, mana-da buni ustidan shunday shpaklovga qarab, shunday tortib turish kraska qilib yuborsa turaveradi, lekin mana jicha o'zi ozgina mana shpaklovka ham bor edi buni ustida. Hisobda jicha mana shuncha zanglagan joy bor edi, ustidan ko'rinib turgan. Lekin buni asli ichi vujudi akalar ichidan chiriydi deyapman men sizlar. Mana ichi ko'ryapsizlarmi? Qalinlashib mana chirib bo'lgan, bu yo'qolib ketgan, taylari umuman yo'qolib ketgan. Mana. Lekin videoda boshida ko'rsanglar, bu yerda to'ldirib olib, tekis olib, yaxshi turuvda ko'tarilib qolgan edi. Lekin o'zi asli mana yo'q bo'lganda. Maylari ham shu ahvol. Hozir mana kengaytiriladi bu. Mana joylar mana chirigan akalar, tagi yo'qolib qolgan hisobda bo'ladi. Endi bu joyni bilmasam, lekin mana yerlar aniq yo'q. Assalomu alaykum akalar. Xo'p, mashina o'zi joyi yomon emas ekan. Nima deydi? Chizilib ketgan chizig'lar yo'q ekan. Mana ruchkaning atroflari yomon bo'lib ketgan ekan. Lekin mana misol o'tib ko'ramiz. Farqi seziladi, chunki blesk beradi doim. Lekin mashina o'zi bunaqacha u darajada yomon emas ekan misol. Xo'p, mana orqa ruchkasini o'tib bo'ldi, bu ham xuddi shunaqa chiziq edi. Xo'p akalar, mana o'sha oldi ruchkasi oladigan bo'lsak, bo'lmagan taraflar bu yog'i bo'lgan tarafimiz. Ashada chiziqlar asa ko'p edi. Chiziqlar yo'qolib, blesk berib yiltirab qoladi. Общий blesk beradi. Farqi seziladi baribir. Xo'p akalar, jentrani polirovka qilyapmiz. Polniy polirovka narximiz 350 ming so'm bo'ladi. Ancha-muncha riktopka joylarini ham qilib beramiz. Qani, o'xshadimi? Bir urishli akalar. O'ynab qo'ygan ekan. Polniy kraska bo'lgan ekan mashinasi.